Assalomu alaykum obunachilar. Mana navbatdagi darvozamizni glazurniga olib o'rnatdik. Ko'rib baho berasizlar. 2 qavatlik yangi high-tech fasonda. Old orqa ham 1.8 lik lis. Zamonlari yopilishlariga baho berasiz. Kimga shunaqa darvozalar kerak bo'lsa, nimalarga telefon qilaverasiz. Arqa tarafi tekis. Sarka jarayonlari. Korobkalari o'ngan 3 stena, pastlari shu yerlar. Ayollari. O'sha har taraflama. Obuna bo'lib, like, kommentariyani anglatamiz. Bosamiz. To'xtatmasdan, xudo xolasa. Kimga shunaqa darvozalar kerak bo'lsa, shu do'stingizga shu videoni tashlab qo'ying. Qo'ldan kelgancha sifatli qilib, olib borib o'rnatib beramiz. Nasib bo'lsa, mana shu nomerlarga telefon qilaverasizlar. Ishimizga baho berasizlar. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Ustalardan bir qo'llab quvvatlaylik.